Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz foydalanuvchilari. Biz Floor Plan Creator dasturida ishlashda ikkinchi darsimizni boshladik. Bu darsimizda o'tgan darsimizda biz loyihaga tegishli bo'lgan sozlamalar to'g'risida ma'lumot olgandik. Ya'ni loyihamizning titlini, tasnifini o'zgartirish va devorlarning umumiy qalinliklarini o'zgartirish va devorlarni bir-biriga birlashish nuqtalarini o'zgartirish. Undan keyingisi adres, ya'ni bizning loyiha chizdiruvchi bo'lgan mijozimizni adresi, manzilini kiritish. Undan keyingi menyuda not, ya'ni ma'lumotlar, u yerda uyning egasi tarafidan berilgan o'sha chertojga taalluqli bo'ladigan ma'lumotlarni ma'lumot o'rnina kiritib qo'yish. Keyingisi o'sha galishga bosganda rasm holat bilan birga rasmni olib tashlab yuklash yoki rasm bilan birga yuklash funksiyasi mavjud. Eng oxiridagi esa wall fill, ya'ni devorlarni yuqorida holatda ko'rinish ranglari. Biz buni ranglar menyusidan 12 mingdan ziyod bu yerda ranglar mavjud. Bularni biz istagan rangimizga o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p. Endi biz bugungi darsda keyingi menyu, ya'ni umumiy dasturni umumiy nimasi sozlamalar to'g'risida ma'lumot olamiz. Bu yerda galishga qo'yilganlar, bular zarurat nimalarda, chunki bularni olib tashlash imkoniyati yo'q. Chunki razraботchiklar, ya'ni loyiha o'sha dasturni yaratuvchilar tarafidan bular o'sha to'g'ri qo'yilgan, to'g'ri tanlangan, bularni biz o'zgartira olmaymiz. Ba'zi birlari bor, bularni biz o'zgartirib o'zimizga qulay holatda sozlamalarni to'g'rilashimiz mumkin. Ya'ni til. Bu yerda 8 ta Yevropa davlatlari qo'yilgan. Nemis tili, ingliz tili va hokazo. Bular biz ingliz tilini tanlab qo'yganmiz. Xo'p, keyingisi dasturni temasi, ya'ni ko'rinishini o'zgartirish. Bu ham bizga unday muhim emas. Undan keyingisi planda ishlash rejimi deganda ikkita rejim bor. Bittasida Finger, ya'ni telefon orqali shu barmoqda o'zimiz ishlashimiz. Mana bunda hozir Finger tanlangan. Biz buni tanlanganligi uchun ham biz mana barmoqda o'ynatyapmiz, ishlatyapmiz. Mana bir-biriga mana yopishayapti. Barmoq orqali ishlayapti. Agar biz buni nastroykadan S Penga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak, bu ya'ni o'sha aqlli ruchkalar va o'zini maxsus plansheti bo'ladigan bo'lsa, barmoqsiz o'sha xuddi Galaxy S24, 25larni kabi ruchkada biz ishlashimiz mumkin. Aqlli qalamda loyiha chizishimiz mumkin. Agar bizda shunaqa aqlli planshet va aqlli ruchka bo'ladigan bo'lsa, bu programma shularga ham ish beradi. Biz hozir S Penni tanlab qo'ydik. Endi mana bizda barmoq ishlamaydi, mana yo'q. O'zgarmaydi. Biz agar devor qo'ymoqchi bo'lsak qo'ya olamiz, lekin uni ikkinchi safarga o'zgartirish kirita olmaymiz. Shu uchun ham bizda bu Fingerga turishi kerak. Keyingisi eng zarurlaridan biri bu menyuda mana 3D Object Snap bular turibdi. Interior Wall, Snap Distance. Biz buni mana shu yuqoridagi ketma-ketlikda 3 tasiga galishga qo'yishimiz kerak. Bu nima o'zgarish beradi, nima yengillik beradi? Biz aytdik, biz devorlarning qalinligi, umumiy o'lchamlari, nimalari, birlashish nuqtalarini mana bu nastroyka orqali qilamiz dedik. Hozir belgilab qo'ygan menyularimizda o'zi bizga chiqib turadi mana. Snapni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, biz mana snap sezmaydi, lazer yo'q, mana lazer yo'qolib qoldi. Mana. Agar biz snapga galishga qo'yadigan bo'lsak, mana bu avtomat tarzda lazer orqali o'zini-o'zi aniqlaydi. Keyingisi distance. Biz bunga 250 kiritib qo'yganmiz, shuning uchun ham 250 to'xtayapti. Yoki biz bunga 120 kiritamiz va bu 120 ni avtomat tarzda topadi. 120. Yoki biz bunga 400 kiritib qo'yamiz, bu avtomatik 400 ga to'xtaydi mana. Shunda barchasi 400 dan bo'ldi. Xo'p, keyingisi bu
qilib qo'ygan ishimizni, misol uchun mana bu ish teskari ketib qoldi, mana buzib qo'ydik. Biz buni undo menyusidan izga qaytarishimiz mumkin. Ortga qaytarish. Ya'ni o'sha bitta ortga qaytarish va bitta oldinga qaytarish. Hozir qilgan ishimizni yana izga qaytarish. Mana bu ham bizga juda ham ko'p qulayliklarni beradi. Xo'p, endi katta nastroyga ketamiz mana yana. Va undan keyingi nimamizda bu galishka turibdi, bunga teginmaymiz va undan keyingisida units turibdi. Units. Bunda loyihamizdagi biz bilan o'sha nimada loyihada ishlayotganimizda o'lcham birligi. Biz buni o'zi programmani yuklaganimizda santimetrda turadi. Biz buni millimetrga o'zgartiramiz. Ya'ni santimetrda ozgina nimalar mana 40 bu santimetrga turibdi hozir. Biz buni millimetrga o'zgartirsak, ko'proq o'sha millimetrda ishlashni o'rganganimiz bizga ancha foyda beradi. Loyihalarni o'qishda yoki boshqa narsalarda bu narsa millimetr turishi talab qilinadi. Keyingisi bunda dimensions. Bunda agar biz galichkani olib qo'yadigan bo'lsak, razmerlar yo'qolib qoladi mana. Umumiy razmerlar yo'q. Loyihaga tegishli bo'lgan atrofida turadigan o'zini razmerlari yo'qolib qoladi. Biz buni mana bu yoqdan qo'lda razmer qo'yishimiz mumkin. Mana qo'lda razmer qo'yamiz. Bu razmerimiz turaveradi, lekin atrofdagi devorni o'zini radnoy razmerlari yo'qolib qoladi. Xo'p, keyingi menyumizda user dimensions. Bu asosiy o'lchamlarni bartaraf qilish mana. Yoki bor qilish yoki yo'q qilish. Mana bitta o'chirib qo'ysak, bu yerda qo'lda qo'ygan razmerlarimiz ham yo'qolib qoladi. Atrofdagi razmerlar ham yo'qolib qoladi. Mana qo'ymoqchi bo'lsak ham pastida yozyapti mana. Siz birinchi sozlamalardan umumiy user sozlamasini nima qilib qo'ying, galishga qo'yib qo'ying deb nima qilyapti. Biz buni nastroyga kiramiz va bunga galishga qo'yamiz. Shunda asosiy mana buni ko'rsatmasa ham pastdagi qo'ygan razmerlarimiz ko'rsatadi. Bu qay holatlarda ishlatiladi? Misol uchun deylik, mana bu razmer bizga xalaqit qilyapti misol uchun. Bu bizga xunuk ko'rinyapti. Yoki bo'lmasam yuklama nima qilganimizda, rasmni biz yuklab olganimizda bu ozgina chertojimizni sal xunukroq ko'rsatadi. Yoki bo'lmasam siz loyihani egasiga taqdim qilmoqchisiz, hali pulini olmadingiz. Siz umumiy hamma razmerlarni qo'yib bermoqchi emassiz. Shu holatda sizni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Mana o'chirgan holatimizda mana bu holatda skachat qiladi. Dimensionni bitta galishkani olib tashlaymiz va yuklaymiz. Shunda rasmimiz mana bu holatda yuklanadi. Xo'sh. Mana yuklamapmiz mana. Rasmni yuklab olamiz va ko'ramiz. Mana. Shunda pastdagi galishka borligini hisobida biz qo'ygan razmerlarimiz mavjud. Buni biz qanday holatda qo'yamiz? Buni biz faqatgina eniga qo'yamiz, bo'yiga qo'yamiz. Uyni egasi aytgandaqa 17 ga 10 bo'lsin yoki 8 bo'lsin deganda, ana o'sha aytgan razmerni qo'yib qo'yamiz. Ichki razmerlari qo'ymasligi uchun foydalanayotgan narsa. Xo'p, hozir e'tibor beramiz. Mana bu yozuvdagi rang ko'k. Bu ranglarni o'zgartirish mana bu yerda bo'ladi. Biz hozir buni qora qilib qo'yadigan bo'lsak, ichi yaltirab ko'rinadigan qora, bu temniy qora. Temniy qoraga qo'yib qo'ydik. Mana ranglar o'zgarishi o'sha yerdan bo'ladi. Uni yuqoridagi menyular, qolgan menyularga biz tegmaymiz, chunki bular o'zi hammasi nimada? Shu holatda dasturni asosiy nimalari. Buni o'zgartirish nima qilinmaydi, tavsiya qilinmaydi. Xo'p, yana bizga bir kerakli narsamiz bor. Pastda grid, ya'ni kataklar. Biz bu gridni fixedga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak va grid size, ya'ni kataklar o'lchamini biz 200 mm ga kiritib qo'yadigan bo'lsak, bizda mana bu holat kelib chiqadi. Bu ham o'zgacha bir nima beradi? Loyihamizga chiroy beradi. O'zimizga kerak bir rangni topamiz va biz agar mana colorda bossak
har bittasini bosib qilamiz. Agar bitta tanlangan rangni o'ziga kopiyani bosib turib ustiga bossak, hammasi belgilanib qoladi. Bu ham ma'lumot o'rnida aytib o'tayin. Xo'p, mana pastida biz qancha uzoqlashtirgan bo'lsak, shu uzoqlashtirilgan holatini ko'rsatyapman. Yaqinlashsa 200 mana. Biz ichida oladigan, ko'rinadigan holat. Shuning uchun 200 tanladik. Xo'p, qolganlari PDF shaklda skachat qilganda o'lchamlari katta holatda, normal holatda va eng katta holatda. Biz normaldan kattarog'ini qo'yib qo'ydik. Xo'p, qolganlariga biz tegmaymiz. Bular o'zini o'sha programmada tavsiya qilingan nimalari. Bularga o'zgartirish kiritmaymiz.